So'nggi vaqtlarda ayniqsa internet tarmoqlarida hadislarni yuzsizlarcha inkor qiladigan, ularni masxaralaydigan, odamlarni o'zlarining zalolat botqoqlariga tortayotgan toifa vakillari afsuski o'zbeklar ichida ham paydo bo'la boshladi. Ular o'zlarini Qur'oniylar deb nomlab oladi. Vaholanki ular Qur'oniy emas, Qur'onga amal ham qilmaydi. Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo Hashr surasining 7-oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Ma'nosi: payg'ambar sizlarga keltirgan narsani oling, qaytargan narsalardan qayting. O'sha Qur'oniylar, ya'ni besunnatlar o'zlarining da'volariga ko'ra oyatga ham amal qilmaydi. Oyatga amal qilsa, sunnatga ergashish kerak. Chunki ularning islomga hech qanday aloqasi yo'q.